ko'plaringiz bilmasangiz kerak, mana bu qurolni nimaga qo'shdi? Atigi uni joni ayirishi oddiy toshli qilichniki bilan bir xil bo'lsa. Siz aytasiz nimaga bu qurolni qo'shdi? Va bu shunchaki oddiy qurol emas. Endi ba'zilar bilsa kerak, yengillar uchun men o'rgatuvchi anaqaman, o'yinchi masalan. Bu yerga mana bu creeperni qo'yamiz va bunga sakrab tushsak, buni hamma joni ketadi. Va eng oson yo'l. Va bu jon ayirishni ko'paytirsak ham bo'ladi. Atigi nechtadir? Masalan, hozir bu yoqqa uni o'sha sehrni yozamiz. Va 2 blokni o'zi yetadi. Ko'ryapsizmi? Atiga 2 blok. Va bu bilan biz xohlagan maxluqimizni o'ldirsak bo'ladi. Endi qanchalik ko'p jonli bo'lsa, masalan, oddiy creeperda 20 ta jon, to'g'rimi? Ana endi ba'zi maxluqlar borki, ularning joni ko'p. Masalan, brutal piglinni olaylik. Buni joni 50 ta. Va buni o'ldirish uchun biz nechta blok ko'tardim? 6 ta. 6 tani o'zi yetadi. Mana bunday. Va tushdik va o'ldi. Inasiniga kirib ketdi deyapman. Xohlasangiz 6 ta, lekin 5 tani o'zi ham yetaveradi. 5 tani o'zi turgan bo'lsa, bitta tushasiz va o'ladi. Va sizni